Hammaga salom, Akademik Dadayev kanaliga xush kelibsizlar. Bizda navbatdagi reaksiya video va bizda bugungi reaksiya qilinadigan qo'shiq, trek, tarona Minor Light Dream zamonnoma treki bo'ladi. Ya'ni Minor kanaliga joylangan oxirgi trek shu va bu trek men uchun ham juda bir boshqacha qabul qilganman. Men uchun ham bir qadrli desam ham bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. Obuna bo'lamiz, like bosamiz, deshni yo'qotamiz. Xo'p, ushbu material to'g'ridan to'g'ri ko'chirish, ya'ni kopiya qilish taqiqlanadi. Agar ushbu qo'shiqdan foydalanib qandaydir kontent ishlamoqchi bo'lsangiz, marhamat, noma'qul kontentlardan tashqari, albatta, bizga noma'qul kontent emas. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Albatta, qo'shiq matni ham bor ekan. Studio Humo Live admin Husniddin. Xo'p, Telegram, Instagram, YouTube. Bu yog'i donat silkasi. Boshlaymiz. Katta. Agar sen nolda bo'lsang so'rashadi, "O kimsan?" Agar qarzda bo'lsang so'rashadi, "Qattasan?" Agar begona bo'lsang so'rashadi, "Qatlisan?" Agar pul topib qolsang so'rashadi, "Qalaysan?" Bu zamonda dunyo qarash odamlarda sal xomroq, aldanganini tushuntirishdan aldab ketish osonroq. O'zingdagi ishongan jihating bu sabr bo'ladi. Yilning ilk 12 oyi doimo qiyin bo'ladi. Ishlar yaxshi yurmasa, demak ishlar bilan boshqa yurma. Agar sher sukut saqlasa, lutchi gapini bo'lma. Bu qo'shiqda har bitta qatori punch. Ya'ni oldin eshitganman, ya'ni birinchi eshitishim emas, juda ko'p marta eshitganman. Bu trekda har bitta qatori punch, har bitta qatoridagi har bitta gap nima deydi, ma'noli, har bitta gap o'zi tegadigan, har bitta gap haqiqat. Ya'ni bironta gap shunchaki to'rt qatorda, to'rtlikda, umuman baytda to'ldirish uchun ishlatilmagan. Shunchaki ishlatilmagan. Misol boshidagi kirishdan boshlab, introdan boshlab, bu yoqdagi har bitta qator bu zamonda dunyoqarash insonlarda sal torroq. Shunaqa. Aldanganni tushuntirishdan aldab ketish osonroq. O'zingdagi ishongan jihating bu umid bo'ladi. Yilning ilk 12 oy doimo og'ir bo'ladi. Ya'ni har doim qiyin degan gapni qanaqa bu so'z san'ati bilan tushuntirgandek. Respekt, davom etamiz. Maqollar ko'p, qaybirisi to'g'ri tushunmaysan ham. Havo bulg'anmaguncha havoni sezmaysan ham. Chekinishga yo'ling bo'lsa qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Insof degan tushuncha ham goh bo'ladi, goh o'ladi. Nima demoq? Chekinishga yo'limiz rostdan bavariant bo'lsa qandaydir ko'nglimiz to'q. Ko'nglimiz to'q. Bavariant bor-ku deymiz, qo'rqmaymiz. O'xshamay qolsam nima qilaman deymiz. Va insonga qo'rqmaslik beradi. Chekinishga yo'l bo'lsa darshi Oqchiman, kimdadir qolib ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin, konservaga sig'adi qara. Hammamiz boradigan joyimiz 1 metr qabr degan gapni juda ko'p ishlatamiz. Shuni rap janrida buqa qancha katta bo'lmasin, konservaga sig'adi qarada. Kim bo'lsang ham boradigan joyimiz o'sha degan ma'noni zo'r yetkazib bergan. Shuni o'ylab siqilma, u sana o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo bugun o'ynamaydi. Kim hayotda yiqilmagan, demak ko'tarilmagan. Kimki ko'tarilmagan, demak u yiqilmagan. Ojizga ko'rsata olmaysan, karaxtga aytib bera olmaysan, ahmoqqa isbotlay olmaysan, tentakka tushuntira olmaysan. Qayerda kerakmassan, agar xarob kiyinsang, chiroyli kiyimda ham u yerda bir tiyinsan. Kimgadir shunaqa tushuntirib bo'lmaydi, tushunmaydigan odam tushuntirib bo'lmaydi. Mani nazarim bo'yicha bu balki qanaqadir ijodkorga, ya'ni Minorga past baho berishdir. Ya'ni shu kunga qadar yig'ilgan jamiki tajriba shu trekda jam bo'lgan. Shu kunga qadar. Chunki boshqa treklarni ham eshitganman. Aslini olganda Minorni fan etaman 2018
yoki 17dan beri eshitaman. O 2014dan deyolmayman, chunki 2014da menda internetga dostуп bo'lmagan. Internetim bo'lmagan, aniqroq qilib aytganda. Va shu kungacha eshitgan treklarimdan eng kuchlisi deb o'ylayman zamonnomani. Eng kuchlisi. Hamma tajriba, hamma bor mehr shu trekka joylangan deb o'ylayman. Yana bilmadim, ijodkor o'zi qanaqa hisoblaydi, lekin men shunaqa hisoblayman. Yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshi did sohibi bo'lish hammaga hammas. Hayot shunaqa ekan, goh qarzi bor, goh qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Kim hayotda va'da berib va'dasini qila olmas? Bu hayotda asosan soqovlar balo bo'lmas. Balo bo'lga nima berib ketish yolg'onchi emas. Rostdan ham gapirgan lipoy odam borki, xato qiladi. Asosan saqovlar balo bo'lmas. Ya'ni saqovlar gapirmaydiki, javob bermaydi. Ya'ni gapirgan gapiga javob bera olmay qolish. Har xil vaziyat bo'ladi. Hamma ham xato qiladi degan oddiy tushunchani qanaqa yoritib bergan. Tash. Man deganlarda balki aslida baxt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa, nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir avtomashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Hayot ancha surbetroq, xohlasang tekshirib ko'r. 1% kefir olib zaryadkaga qo'yib ko'r. Fikram bir transport, odam har xil bo'ladi. O'z fikri yo'q bo'lsa birovnikidan foydalanadi. Har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan. Bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiati shu soxtalik ketidan quvar. San qo'lingni yuvmaysan, qo'llaring bir-birini yuvar. Hech qachon ko'rmaganman eshikka atipa deb yozilgan ko'rgan o'zbekchasini shuni. O'zbekchasini hech qachon ko'rmaganman. O'zingizga yoki o'zingizdan degan. Va umuman shu kungacha minor treklarini eshitganimda avval oldingi treklarni eshitganlar bilishadi. Ko'proq minor o'zi haqida, ichki dunyosi haqida, rap haqida, raplari kuchliligi haqida yozgan va oxirgi ko'raylik kanalni. Xo'p, trek 2.421.000 bo'lgan ekan. Hozir minor kanalini ko'ramiz. Qaysi trekdan boshlangan? Meni fikrim bo'yicha, ya'ni rostdan shunaqa deyotganim yo'q. Meni fikrim bo'yicha do'stlar bor, tipa rap, eksperimental, vijdon tematika. Meni fikrim bo'yicha nima yo'qdan boshlangan. Ya'ni 3 yil balki 4 yil ham bo'layotgandir. Nima yo'q, ya'ni nolimaslik haqida. Buni ham reaksiya qilamiz. Noligani nima yo'q, shundan keyin boshlangan tematika. Endi tilshunos dis bo'lgan, vijdon, ayniqsa alligator, tipa rap, do'stlar bor, love is, ya'ni minor ijtimoiylashdi. Ijtimoiy juda keng mavzularni, ayniqsa mana vijdon trek 3 minut 30 sekundlik trekda qanchalik, misol men hayotda nimadir qaror qabul qilayotganimda qanchadir hissasi bor shu trekda. Ya'ni vijdonan yondashish bo'yicha. Ya'ni vijdonan yondashish kerak. Inson vijdonli bo'lishi kerak, o'ylash kerak, o'zini aldamaslik kerak degan ideologiya bor va ideologiya menga ta'sir qila oldi va menga 1.800.000 odam ko'rgan. Buni ichidan 1% ga ta'sir qildi deganda ham bu juda katta son. Katta son shu ideologiya, ya'ni vijdonli bo'lish ideologiyasi ta'sir qildi degani katta son. Ya'ni minor ijtimoiylashib bordi. Va 2012 nostalgiya birinchisi emas, minordan nostalgik treklar. Progress eng cho'qqisi, zamonnoma eng zo'r trek deb hisoblayman tajriba bo'yicha, lekin progress mana shu ijtimoiylashgan treklardan eng cho'qqisi. Zamonnoma hamma treklarning cho'qqisi bo'lsa men uchun. Progress 608 undan nimaroq va progress eng
cho'qqisi deyman, shu ijtimoiy muammolar ko'tarilgan treklarda eng cho'qqisi progress. Chunki kelajak avlod haqida qayg'urish bu juda ham katta narsa va shuni rep ko'rinishida nima deydi? Rep buzg'unchilik, rep qanaqadir yomonlik, yarim-yalang'och qizlar kliplarida misol yomon illatlar targ'iboti deb tushunilardi. Hozirgacha shunaqa tushunadiganlar ham bor. Va massiviy tushunilardi yaqingacha. Lekin bu trek mana shu stereotipni buzdi. Rep tarbiyani, rep intizomni, rep kelajakni nima deydi? Qayg'urishi haqidagi trek. Mana mavzudan uzoqlashib ketdik, zamonnomadan dars ketdik. Onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar, qanchalik inkor qilmagan tarbiyani ko'cha berar. Aytishadi hammada baxt bir-birinikidan farqli, kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Hayot nadomatli, har bir ish alomatli, tog'dan baland boylik bo'lsa ham qimmat salomatlik. Aytyapman, u har bir qatorda punch bu trekda. Ya'ni onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar, rostdan tarbiyani ko'cha berar. Ha, oilada ham tarbiya beriladi. Men bu 100% ko'chadan olinadi deyilmayman, lekin shu oilada berilgan tarbiya to'g'ri yoki noto'g'riligi ko'chada sinaladi. Ko'chada kamchiliklar to'ldiriladi, jamiyatga moslashadi. Misol, oilada zo'r o'g'il bo'lish tarbiyasini zo'r berishgan bo'lishlari mumkin ba'zilarga. Zo'r o'g'il, zo'r farzand oilada zo'r, lekin ko'chada jamiyatdagi o'rni unchalik emas. Nimaga? Adaptatsiya bo'lmagan ko'chaga. Aytyapmanki, bitta qatorini soatlab gapirsak bo'ladi aslida. Bitta bir mavzu. Lekin vaqtimiz chegaralangan, davom etamiz. Oldin shahzodasan kuchisharni bilishmaydi, keyin hayron bo'lib nega shahzodalar ish qilishmaydi. Qancha inson ko'chada, tirikchilik ilinjida, lekin hamma ham aytmaydi yashashim qiyin juda. Kimlardir nola qilsa, kimlardir bardosh qilar. Hayotda inson ikki xil, faqat sen va boshqalar. Mana yana nolimaslikka qaratilgan gaplar. Kimlardir qiynalib ketyapti, lekin hayotim qiyin deb aytmayapti chiqib. Va insonlar turli faqir, har xil turi bor deyishadi. Sodda qilib aytganda, sen va boshqalar rostdan ham biz bitta turimiz o'zimiz uchun va boshqalar. Hech qachon aql bilan pul ishlatib bo'lmaydi. Goh puling bo'lmaydi, goh aqling bo'lmaydi. Shu trek, shu joyi miyamda o'rnab qolgan. Pulim bo'lganda hayolimga keladi shu narsa. Va nimagadir aql bilan ishlatmayman. Bu mendadir ayb, xatolik va aniq. Shunaqa pul bo'lmaganda shunaqa ideyalar keladi. Pulim bo'lsa bunaqa qilib boraman. Pul bo'lganda o'sha ideyalar yo'q, nimalargadir ishlab ketadi. O'rnab qolgan shu joyi miyamga. Davom etamiz. Tajribang yoshar, yashab o'tganing sari yoshni. Yaxshi qo'shni hech qachon uyda bo'lmaydigan qo'shni. Talpa bilan hatto she'rni yiqitsa bo'lar, lekin ma'no boshqa joyda, talpa faqat shakalda bo'lar. Aqlli bo'lish uchun kitob o'qishdir qoya, mard bo'lib yashash uchun faqat xohish kifoya. Faqat xohish kifoya. Ikkita so'z bu ikkita so'z. Toparmiz bahonalar, vaziyat tushuntirish, yo'l-yo'lakay topilgan bahona faqat kuldirish. Uchta so'z bu ikkita so'z. Ya'ni paradokslar, hayot paradokslariga atsilka bo'lyapti bu yerda. Bunaqa paradokslar juda ko'p. Biz boshqacha hisoblaydigan, lekin aslida boshqacha bo'ladigan paradokslar va minorda bitta trekida bor edi. Aylanadi endi qatorlarim maqol bo'lib degan joy bor edi menimcha. Yana xato bo'lsa uzr, to'g'rilab ketinglar kommentariyada. Ya'ni mana shu trek har bitta qatori, deylik ikki qatori misol bitta gap hisoblanadigan bo'lsa, maqol bo'ladigan trek bo'lgan. Bu katta bo'lmasin, konservaga sig'adi. Maqol bo'ladigan gaplar hammasi.
Taqdirdan qocholmas oddiy odam yoki zvizda bormi? Taqdirdan qocholmagan hatto o'sha Desdemona. Taqdir bu bo'mbo'sh daftar, unga o'zimiz yozamiz. Faqat qaytar dunyo nomli qalam bilan yozamiz. O'ylagan minimum mel qatori bo'lishing kerak, hamda kimnidir sevimli yori bo'lishing kerak. Bir o'qituvchi hamma fandan dars bera olmasa-da, bir o'quvchi hamma fanni o'rgana olishi kerak. Bu hayot kimga kerak deb savol bersa yurak, eslab qoling, bu hayot faqat baxti borga kerak. Qayg'u va alam bormi yuragimga preslar, radius 21 ni gohida bir eslab turam. Aha, radius 21. Radius 21 ni tan oladi Minor. Tan olgan shu kungacha. Tirik bo'lganda menimcha bu holat qanaqa bo'lardi bilmayman. Lekin men ham rapni radiusdan eshitganman. Tungi kapalak trackini eshitganman birinchi marta. Rap qanaqa bo'lishini, qanaqa bo'lishi kerakligini va hali ham menga haligacha bu shablon hisoblanadi bu tracklar. Va legendaga hurmat, bu respektga loyiq ish. Bir eslab doim xotiramda deb, qaniydi trend qilolsam radius legenda deb. Hayotda bo'l xo'ja Nasriddin yoki Aldar Ko'sa, nima qilasan qora rangda oq deb yozilgan bo'lsa. Qora rangda oq deb yozilgan bo'lsa. Trend ham bo'lib ketdi-yu, bu oq futbolka, qora futbolka yoki bu qora futbolka. Shunaqa, bu ham tahlil qilsak chuqur ma'noli gaplar. Tahlil qilsak sayoz qaralgan, misol Doksin trakiga reaksiyamga sayoz qaralgan deb yozganlar bo'pti. To'g'ri, adekvatniy kommentariy yozganlar ham bo'pti. Va chichi oribsiz u aka, siz boshqa ish qiling, lutchi deganlar ham bo'pti. Omadlarini bersin. Adekvatniy har bir trekka, har bir ijodkorga adekvatniy qarashga harakat qilaman va menga ham kommentariyada adekvatniy fikr berganlarni, tanqid qilganlarni juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun kommentariyada o'z fikrlaringni adekvatniy qoldiringlar. Boricha ortiqcha maqtovlarsiz yoki ortiqcha radikalniy negativlarsiz qoldiringlar. Men o'qib chiqaman, xursand bo'laman va albatta kamchiliklar to'ldirishga harakat qilaman. Dalish. Oq deb yozilgan bo'lsa, oq deb yozilgan bo'lsa, kommentda Hindiston bayrog'ini tashlamadimi? Shunchaki bu bayroqni tashlaydigan kontent qilma. Kommentda Hindiston bayrog'ini tashamanglar. Menga nimaga uni bayroq tashlayapsizlar? Men trend bo'lganda qo'shiq chiqqan paytda Hindiston bayrog'ini tashlash da rostdan hech qaysi normalniy kontent qo'ygan odamning kommentiga hech kim Hindiston bayrog'ini tashlamadi. Ya'ni aybni tashqaridan izlama, aybni tashqaridagilarga qo'yma, shunchaki o'zingni ichingdan tuzat degan ma'noda. Bu ham xalqchil uslubda deb o'ylayman bu joyini. Lekin juda chuqur ma'noda o'sha fikrimda qolaman. Bu trek eng top men uchun. Shu kunga qadar minora treklarini eshitgan bo'lsam, shu kunga qadar hamma trekning ichida eng top shu ma'no jihatdan. Musiqasiga keladigan bo'lsak, minus sound umuman xalaqit bermagan. To'ldirib bergan bo'lsa to'ldirib bergan. Lekin ma'nodan chalg'itishimizga yoki minusni uchun, vibe uchun eshitishimizga sababchi bo'ladigan track qilib qo'ymagan. Ma'noni qo'llab-quvvatlagan, kerak bo'lsa yaxshiroq ochilishiga yordam bergan va boshqa paytda o'zini ishini bilib qilgan. Bizni chalg'itmagan, lekin bizni rap eshitishimizni ta'minlab bergan. Bu soundmaker anchagina tajribasi va mahoratiga bog'liq va soundmaker ham bilamizki, minorni o'zi. Qo'shiq tugadi. Like bosing, rahmat, like bosyapsizlar. Obuna bo'ling, obuna bo'lganlarga ham rahmat va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda qaysi trekni yoki qaysi ijodkorni
treklarni reaksiya qilishimizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim. Men Instagram bor, opisaniyada bu trek silkasi ham bor. O'tinglar, hali Telegram kanal yo'q. Akademik Dadayev nomida. Balki ocharman shu videoni joylagunimcha. O'tib bizni ijtimoiy tarmoqda boshqa sahifalarimizda ham, boshqa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda ham qo'llab-quvvatlang. Biz siz uchun ijoddamiz deyishadi. Yo'q, biz o'zimiz uchun ijoddamiz va agar shu ijodimiz qaysidir ma'noga sizga emotsiya berayotgan bo'lsa yoki yoqayotgan bo'lsa, biz xursandmiz va keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Akademik Dadayev bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.